Hurmatli aziz tildoshlar va o'lkadoshlar. Bundan 142 yil oldin buyuk o'zbek xalqining ma'rifatparvar shoiri Avaz O'tar Xivaga tavallud topadi. Bundan 107-yili 1919-yili vafot etadi. U shoir xalq ichida chiqqan, xalqni ichida bo'lgan. Xalqni doim dardini, qayg'usini, hasratini, alamini ko'ylab ko'ychisi bo'lgan. U ma'rifatparvar shoir Avaz O'tar zamonida hozirgi O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va boshqa davlatlar bo'lmagan. U zamonda katta Turkiston bo'lgan. O'sha Turkiston o'g'lonlaridan bu ham o'schoqa yashab o'sib, xalq dardi bilan yo'g'rilib, katta bo'lib o'sib, xalqini kelajagini, yoshlarini kelajagini, xalqini kelajagini o'ylab, o'sha zamonda ham juda qiyinchiliklar bo'lgan. Maktablar bo'lmagan, o'qish qiyin bo'lgan, ziyolilar kam bo'lgan. O'shanga qarata xalqni maktab ochish uchun va yoshlarni kelajagini o'ylab, u bir maktab haqida bir she'r yozib ketgan. Maktab. Ochinglar millati vayronni obod etgusi maktab. Ochinglar millati vayronni obod etgusi maktab. O'qusin yoshlarimiz ko'nglini shod etgusi maktab. Dilu jon birla el maktab ocharga ijtihod etsin. Nedin kim bizni g'am, qayg'udan ozod etgusi maktab. Ko'ngillarning sururi dag'i ko'zlar nuri dur farzand. Alarning umrini albatta obod etgusi maktab. Ota birla onaga farz o'qitmoq bizni majburiy. Ota birla onaga farz o'qitmoq bizni majburiy. Ki bizni yaxshilik qilmoqda mo'tod etgusi maktab. Qayyum millatga bizdek gar nasimi inqiroz etsa. Qayyum millatga bizdek gar nasimi inqiroz etsa. Anga albatta mustahkamlik ijod etgusi maktab. Buni naumidlikdir. Maktab ochsaq oqibat bizni arusi kom ila maqsudga domod etgusi maktab. Avaz himmatni qil oli. Avaz himmatni qil oli ocharga endi maktab kim? Baloyi jahlu nodonlikni barbod etgusi maktab. Avaz O'tar.